1 metri 3800 so'm. Gipsokardon tunkofon bemalol foydalansa bo'ladi. 5 ga 4 reka deb so'tiladi, lekin 49 ga 31 quruq holatda, bu xo'l emas. Haqiqiy Rossiyada o'zi suxoy sasni quritilgan pachka holatda keladi. To'g'ridan to'g'ri zavoddan keladi. Birinchi qo'l narxlarda sifatlarga ham gap yo'q. Haqiqiy sasni hech qanaqa paxta, Belarus paxtasi emas, haqiqiy Rossiyaning paxtasi. 1 metr nechi pul o'zbi? 5350 so'mdan. 5350 so'm. Endi chebada omib qo'ygan qiynalmagan holatda so'tayapsizlar. O'zingizning naveslashib. Ko'rsanglar bo'ladi, hurmatli kuzatuvchilar. Naves ko'zlari ham xuddi mana shu rekadan ishlashibdi. Ko'rsanglar. Sifatli holatda. Shu yerga xudo xolasa sistemani ishlashga, ishchilarga sharoit qilib berish maqsadida qilinyapti. Yomg'ir, salqin bo'ladi, yomg'ir tushmaydi. Quruq akkuratni ishlaydi. Mana ustakalarni ham xudo xolasa telefon qilib nomerlarni qoldirib ketamiz shunaqa ishlarga, sifatli qilib bitkazib berishga. Hozir pachka bagiga nechi pul? O'zbi? Pachka bagiga $235 $235 pachka bag. Endi o'zi bu sifatligini yo'rtilib chiqariladigan, faqat chiroyli holatda ko'rsanglar bo'ladi. Terimchicha ulug' bo'lishi mumkin, lekin ish bermaydigan orasida bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Bunaqangi braklar chiqarib tashladi. O'tin holatga chiqarib tashladi, ishlatilmaydi. Shunaqa narsani berilmaydi, ish bermaydi, chiqarib tashladi. Endi mana bunaqangi nuqsoni borda ham tilinmaydi umuman. Kubasini ish qilib beramizmi? Kubasi $175. $175. Pachka bagi $235. Xolasani sifatli mana holatda atka razmerinaga chiqarib ham beriladi. Gipsokardon, tunkofon, hozir taxta bazada yo'q taxtaning o'zi yo'q, xohlagan razmerina, xohlagan sifatda chiqarib beriladi.